Biz Kosonsoy tumani Soybo'yi mefesida joylashgan Haydarov Najmiddin aka xonadonlariga kelganmiz. Ushbu xonadonga Agrobank ATB Kosonsoy tumani filiali tomonidan aholi daromadlarini oshirish uchun 40 million so'mlik mahalla loyihasidan kredit evaziga issiqxona qurish uchun xom ashyolar sotib olib va limonchilik yo'nalishi bo'yicha loyiha paket kiritilgan. Ushbu xonadon limonchilik bilan faoliyat shug'ullanadi hamda aholini daromadlik mehnat bilan band qilingan. Shu orqali 2 nafar fuqaroni ish bilan ta'minlangan. Oyiga 4-5 million daromad olib, hozirda yiliga 40-50 million so'm daromadga chiqilgan. Assalomu alaykum.